Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Qadrdon Yangningsanning ishxonasiga kirishi. Uning tushlik tomoqqa meng'ishiga to'g'ri kelib qolgan edi. Shunga Yang xo'jayin uni birga tomoq yeymiz deb elib chiqib ketdi. Bu taklif qo'rsqi ichib ketgan qadrdonga muhli yoqdi. Ular to'rt ko'cha do'qmishidagi Malik Tuxu qo'rdig'i podshohiy oshxonasiga kirib, Tuxu qo'rdig'i va ikki tasma cho'p buyurdi. Tomoq chiqib bo'lsa, yana molning bor yo'qligi haqida so'zlashdi. Qadrdon o'zining nima vajdan kelganligini so'zlab berishi. Yang xo'jayin darhol uning so'zini tortib berib so'zlab ketdi. Zhang Yongcheng mijozi kattak, sodada gari odam, dedi Yang Ningsan cheyni po'lab etib. Yana muhim gap shu. Uyg'urchani zalil bilmaydi. Sen uning bilan qandoq gap qilgan bo'lsang, amsa qandoq qilsan bo'la? Mangala o'tkazsa bo'ladi-ku shu. Ombar to'shib ketdi deb aytdingiz-ku. Shandong meyvechi pishiqlab ishlash zavodi bilan to'xtam tuzding shu, dedi Yang Ningsan choydan o'tlab etib. 20 ming tonna quruq meyvechini bugun atigandan tortib poyizga to'shib atadi. Undaqda rostini oldikan-sizda? Qaldese ishxonada paranglashaydi, dedi Yang Ningsan shiraga qo'ygan birlagan to'g'u qo'rdig'iga hazin hol bilan qarab qo'yib. Hozir kosakni aplab bo'ling. Ular to'g'u qo'rdig'i yerimlashgan hamon ustiga tasma cho'p soldirib yeyishdi. Lazlıqda baqqan to'g'uning qo'rdig'i ko'zlarini yoshga to'ldirib, burunlarni mishillatdi. Yang xo'jayin hadab qog'ozga mishqirmoqda edi. Ular bir chog'da choylarni ko'tarib yetib, idoraga menishdi. Ikkinchi qavatga amdili chiqqan qadrdon hojatxonaga kirib ketdi. U belidagi puldan 15 ming so'm pulni elib, gazet qog'oziga o'rdi. Ustiga 15 mingni raqamcha yozib qo'ydi. Ondan ishxonaga kirib, amdili divanga o'tirishi. Yang xo'jayin avrishkini akaldingmi deb so'radi. Qadrdon so'mkidan ishga uchun kelgidek yo'liqoqni xizmat ustiliga to'kish bilan tang 15 ming so'm ko'ngilni tangli qo'yib qo'ydi. Yang Ningsan minnatdorligini beshini g'ildintish bilan ifodaladi. Ammo qadrdon talondagi 1 so'm 20 tiyin degan raqamga ancha hayron bo'lib ketmadi. "Hay, qadrdon!" Yang xo'jayin qog'ozga o'ralgan pulni barmoqida urib qo'ydi. "Men shu to'g'ri tushandi bo'lsin. Boshqalarga ko'ngil berganda qizil qog'ozga bo'lang bo'lsin. Ak bo'lsa bo'lmaydi. Odam tashlangli bo'lsa, akni boshqa, belik osti bo'ladi. O'zing chapan kelib kiyir shu." "Oy, men xato qilibman, Yang xo'jayin. Xop bo'lmang, a? Agar deb qo'ymagan bo'lsangiz, chatoq bo'ldikan toq. Yana shu kakni xurutyan akal bo'lsin. Bugun ata ambardagi malni poyizga bosidi. Uqtmasan? Uqtin, uygulikka kelay. Hay qadrdon, sen yirakni o'ylasa, Hanzo tilini obdan o'rgansa bo'ladi, dedi Yang Ningsan tamaki tutashtirib. "Sen hozir qo'nsilar bilan savdo qiladi shu. Keyin Kulidik kelgan loballar bilan savdo qiling bo'lsa, chatoq shu. Sayyi solmaydigan meni xitanglarmi bor? Mushu ishdan beshim ketib o'tdi. Hozir 3 oy, 6 oy, 1 yil o'qinglar bor. Kecha o'qing, kunduz o'qing, hammasi bor. Qayerda bor? Hamma yerda bor. Shu kuni kech bo'lib qolgan bo'lsa-mu,
Qadirdan Dajaygodagi Yaqub hojimning uyiga bordi. Uyda tepki saqal Xolimat Qorim va Nohiylik Soda kooperativining sayg'iyani Mahmudlar bor edi. Hurmatli o'qirmanlarning esida bo'lsa kerak. Mahmud Qadirdan o'qiyotgan chog'ida olgan 100 dona yonchiq o'ynalg'usi bilan lenta yondirg'ishni Xotanga olg'ash ketgan o'ttir bo'y basti to'lgan, qararoq kelgan, ko'zlaridan bir xil ishonch ham jasurlik chiqib turadigan 35 yoshlardagi sayg'iyani yigit edi. Xolimat Qorim bilan Mahmud ikkisi bugun Yaqub hojimning mashinalarini kiraga selish uchun kelgan edi. Xolimat Qorim Turpandan olgan yeshil kishmish uzumni poyezd stansiyasiga yo'tkazmoqchi bo'lsa, Mahmud sayg'iyan Nohiylik Soda kooperativi olgan mollarini Xotanga yo'tkazmoqchi edi. Oxir ular bir muncha varqirishib, jarqirishgandan keyin 4 mashina Turpanga, Azod markaligi Xotanga mangadigan bo'lib kelishdi. Yaqub hojim Xolimat Qorim bilan Mahmudni uzitib qo'yib kiribla Qadirdandan qo'rsqin qandoq deb so'radi. Qo'rsqin to'q hojimka. Qadirdan vallidi qarab qo'ydi. Sizga soladigan bir maslahatim bor edi. Qana degan. Qo'limdan kelsa yordam qilaman. Mening Xanzo tilida o'qig'im bor edi. Dedi Qadirdan. Bo'lmasa nurg'un ishlarda yo'lim to'sib qolg'udak. Appalle. Men sana diyamay yuratdim. Yaqub hojim beshini yig'itdi. O'tganda sho'pirlarga tarjimonlik qilib bergan chig'imdilar, ko'nglimga kelgan. Men kashlik kursida o'qiydigan. Tushunishlik, dedi Yaqub hojim kulib. Xinjiang universitetida Altın Oshqush tarbiyalash markazi bor. U yerda xanz tili, yapon tili, ingliz tili, arab tili, ruscha, qisqasi hamma til o'rganish kurslari bor. Amsa hojimka, bundan keyin pat-pat kelib tura olmayman juma. Qadirdan o'rnidan turdi. Ba'zida vaqtingiz chiqsa, musofirlar mehmonxonasiga beram. 2-qavat 25-yotoq. Bo'ladi. Sana deydigan yana bir gap, dedi Yaqub hojim. Mendiki 98 ming so'm pulingning 80 mingga ishlatgan Azoddan 2 oldi. Hozir cho'nrimda. Oshqan 18 mingni sening nomingda bankka qo'yib etdim. Mana chiqing. Maxfiy nomeri 0001. Bundan keyin pul topsang bankka qo'yjima. Maxfiy nomer belgilab esingda ching tut. Çeken kinişkini saqlab berdigan mulozimat o'rni bor. Undaq narsalarni yening saqlama. Topgan pulingni po'chilik qilib, boshqalarga deb yurmayma. Uxtor, sizning mushundaq bosh ko'rishingizga ko'nib qoptiman desa, amsi puton taygan, beshing saygan tarafga ketaversan bo'lamdi. Bilib qo'y. Abbas bo'jan seni menga topshirgan. Voy bunimi uxtor. Yani uxtumga qanday tarbiyalarimiz bor? Bor, hazina iliga. Qaysan qayta. To'li kechi qamma, ha? Qadirdan Xalt ko'chadan chiqib, cho'ng yo'lning u tarafiga o'tdi. Ikkinchi yo'l avtobus bekatiga kelib to'xtadi. Avtobusmi hayol o'tmaylik keldi. Qadirdan avtobusga chiqibla heliqi o'rindiqqa tikilib qoldi. Biroq muloyim mehribon yo'q edi. Bundoq azobli hissiyat do'stlik yo'liga tushib, 4 ko'cha og'zi do'qmishidagi bo'tka oldiga kelganda yana bir qatim takrorlandi. Qadirdan mehribon yer biqib qizirib turgan bo'tka doldisiga shunchalik qarab ketgan bo'lsa-mu, birovlarning izlarini ko'rolmadi. Qadirdan yotqiga kiribla o'zini karvatiga tashlabdi. Uning ko'z oldidan mehribon zodili ketmayotdi. Uning xayollari qachongacha davom etdi. Qachonlarda uyqu karvoniga qaytilib, uyqu cho'llariga kirib ketdi. Bular uning mavhum edi. Faqat shu yotqinicha kiyimlari bilan saharlikda uyg'onganligini bildi. U kecha-kecha yaxshi orom ololmaganligi uchunmi butun badallari sirqirab og'riydi. Shundaqdimi yuzini chala puli yuyibla sirtqa chiqdi.
Lekin qayiqdindir kelgan g'ayrat jangdo hao debla uni cho'chitibdi. Ular birdan ahvol so'rashgandek bo'ldi. Musofirlar mehmonxonasining qiyposh uduliga to'g'ri keladigan yo'lning o'chitida O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasi bor edi. Musofirlar mehmonxonasining oshxonasi atigan cho'sh, kash 3 qatimda ichilib, har qanday tomoq oldig'i bor, kayniga yo'q bo'lib qoladi. Shanba kunlari bo'lsa ichilmaydi. Shunga musofirlar mehmonxonasidagi tijoratchi, savdogar, ayonkesh, o'g'ri, qimorvoz, shoför, nashkashlar udullar O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasiga kirib, bir qachi tomoq elib olsa, bir tog'or parang so'qib, jahonni tasqaydi. Mushu turqulimi g'ayrat jangdo O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasiga mangan edi. Yura, mama, mehmon qilish mendan. Mehmon bo'lish senda. Dedi g'ayrat jangdo qadrdonning do'lisini ittirib. To'la o'zingni qochirma. Eng bo'lmasa, oshxonaga kirib, ko'zingning pitini o'ltirib chiqmansa. Bu nima deganim? O'smarxon xo'jayinning 14 yoshlik Zul'ay degan bir qizi bor. Bah. Ko'zing bilan yemakdekchimmi? G'ayrat tomoqlarini chaqirdatdi. Bizning birodarlarning to'lisi ash qizni ko'rish uchun oshxonaga kirdi. Undaqda u qizni motorlardek aynak tekchiga tizib qo'ygan bo'lsa, dedi qadrdon masxirlik kulib. Oshxona xaridorlar patmay qolganda. Yura. Onu anlagandan bir kelgan a'lo debdi. G'ayrat qadrdonning dumbisidan bo'shroq itadi. Bir yurtliq, bir mahaldan turib, ajab o'zini qochirsa. G'ayratga bugun xafa bo'lma. Muhim bordigan yerim bor. Ularni saqlayotdi. Qadrdon o'zini so'rdi. Keyingi qatimda bo'ldi, seni men mehmon qilay. Bo'lamdi? Bosh gapim rasmi. Bo'ldi. Yo'lbos izidan yigit so'zda yanmatdi degan tamsilni unutib qolmamsa? Bo'ldi, gapimiz gap. Men hargiz unutib qolmayman. Qadrdon taksi bilan birdamdala Qo'ng'irtosh to'p setish bozoriga yetib keldi. Kermaxon, Ahmatoxon, seriq soqol uchi oftobga yeyilgan go'liqoqni putlari bilan o'rib-jo'rib elashtirib, shamolga silayotdi. Qadrdon ikki qo'lida o'chimidab olgan qoqqa qarab, buni siqib beqib qoqchilarga tikildi. Sizlar qoqni tushdan keyin kun yong'ichi oftobga silib, ondan tog'orlar qochilib o'tinglar, dedi Qadrdon. Men Kermaxonkan bilan bozor oldidagi kira mashinalarini so'zlashay. Qo'ng'irtosh meva-chevish shirkati to'p setish bozorining oldida har xil cho'ng-kichik yuk mashinalari nech qator tizilib ketadi. Birer ikki odam mashinalar orasiga kirgan hamon shoferlar go'rildab yugurib keldi. Nemingiz bor, men yetkazib beray. Yuk bo'lsa, tatmaydimi? Bahoni kelishib qolamiz deyishib ketadi. Degandek, Qadrdon bilan Kermaxon kelishi bilan shoferlar ularni o'rib oldi. Mundaqish, bizda 400 tonna mal bor. Dohiyinga yetkazib bersizlar, dedi Qadrdon shoferlarga qarab. Qani daqiqalar, qancha pul olsizlar? Bo'ldi, men ko'tira olay, dedi o'skilan soqollari chorlashib ketgan 48-50 yoshlardagi shofer. Yura aka. O yerda ayrim parangshayli. Ular mashinalardan salla yiroqlashib, bir eshak harvasining qishida to'xtadi. Uka, 15 ming so'm bersa, 400 tonna belangni bir qatimda pokiz yetkazib berma. Bo'lamda? Aka qulangni. Oy tova, 15 ming so'm. Kermaxonning ko'zlari chaqchib ketdi. Nimanda qimmat bu? Hey aka, og'zim bor deb gap qildi ekansa, dedi Qadrdon.
Xudoga ishonsang, Oqsudan O'rimchigacha 48 ming so'm bilan keldi. Endi birer soatlik yo'lga 15 ming so'm deysizmi? Biz bankning to'lin tashmidik. Ha. Amsa dapaqa uka. Qancha bersa? 10 mingni berma. Hey, ondaqda 10 tonna melangni daxiyanga opasak 250 so'm beramsa? İnsaf qilibka. Bizni nom tepgayli. Dilqut xazinasi. Bo'lamsa, undaq bo'lsa, biz boshqalar bilan so'zlashib baqilay. To'xta uka. 10 tonna melanga 300 so'mdan 12 ming so'mni bergin. Undaq bo'lsa, apargan şoförlerin yük basıdı. Ben yük basıdığan adam tatmayman. Bo'ldi. Ajabmi qattiq bola ekansan ha? Bir gap deb qo'yay. Qoqni o'tkazib bo'lib, pulini bankimga olib berma. Chatoq yo'q. Men at kimni izlayman? Mush akamizni. Qadrdan Kermaxunni ko'rsatdi. At mishab son saqlaydi. Bir gap ochiq bo'lsin. Biror mashina yo'lda buzilib, qoqni o'tkazolmay qolsak, mashinaga besilgan qoqning naq yerim pulni tutib olaman. Uka, dedi Kermaxun patargan holda. 12 ming so'm pulni shofirga bersak, bizga bak ziyon bo'lib ketdik. Kermaxunka, sizga ziyon bo'lgandek ishni qilib, ketsa xotirjam uxlay olaymanmi? Qadrdan och chiqqani keldi. Xotirjam bo'lsizlar. 10 tiyin ziyon bo'lgandek bo'lsa, mening yoqamga chiq esilib olsizlar. Xudoya to'g'ri desizlar. Bir balo qazodan qutuldiryapsizlar. Shundaqmi yo'sizlik qilamanmi? Sizlar undaq qilmaylar. Qadrdan Kermaxunning mursiga qo'lini qo'ydi. Bundaq desam, sizlar kechigacha uxlayolmaylar, shundaqmi? Yana deb qo'yay. Sizlar ziyon tasizlar, men uxlayolmayman. Xo'sh. Men taksi bilan baldıraroq kelib, ustida turmasam bo'lmaydi. Shunda qilmasizlar, biz Urumchilik haromzodlarga hargiz hankilanmaymiz-ki. Dehqonlar orasida haromzodlar yo'qdek gap qildinglar. Eliqiz xeriq soqol, ko'k ko'z, undaq emasmi? Oy Xudoyim, bak yomon bola ekanlar. Xalqlarning bola sevgiyan degichiligi bor-ku. Qadrdan Kermaxundan ayrilib taksiga tushdi. Xinjiang universiteti Oltin oshqush tarbiyalash markaziga o'zini tizimlatish uchun yurib ketdi. 8-bob. Bankadan pulni ajratib, şoförlarni yo'lga selayotgan Qadrdan qolgan pulni so'mkaga selib, bankadan chiqdi. O Kermaxun, Ahmad Axun va haromzada Seriq soqolni taksiga selib, Do'nko'rikka elib keldi. Ular ko'cha do'qmishidagi Kavob podshohiga kirib, chaqqongina xos xonda o'tirishdi. Ushtixonning nafsi Kavobga taqildimay, Qadrdanning qo'lidagi so'mkaga oshko'zlik bilan tikilatdi. Amsa Kavob kipovicha qoqning hisobini qilib berayli, dedi Qadrdan o'ltirganlarga qarab. Kermaxun Amdaxunka, sizlar qoqni qancha pulga soat deb bergan edinglar? 7 mo'chandan o'z setib bersizlar degan. Kermaxun sheriklariga shundoq qo'y deb qo'ydi. Shundoq bo'lganda mashina kiralarini qo'shib 328 ming ko'cham bo'lgan o'xshaydi. Amsa hammanglar zehninglarni yig'ib olinglar. Qiqinglarni 9 mo'chamni sotdi. Pulisi 360 ming so'm bo'ldi. Qadrdan pulni shiraga oldi. Asli chiqimlarni chiqarib atganda sizlarga 32 ming so'm foyda qolgan edi. Bundan 12 ming so'mni shofirlarga berdik. Hozir naq foyda 20 ming so'm bo'ldi. Har birimizga 5 mingdan tegdi.
Qadirdan o'ziga taalluq 5000 so'mni ayirib olib, qolgan hamma pulni Kermaxonning oldiga ittirib qo'ydi. "Qani, sanab olinglar." "Jinim ukam, men hiç ishlamay turman." Kermaxon o'rnidan turib ketishi, qolgan ikkisini o'rnidan turib, xijillik ilkida Qadirdonning qo'llarini tutishdi. "Men tehi shuncha nurg'un qarzni to'layolmagandan keyin uyni olishni o'ylagan xo'jam. Men bu yo'qqa yurtlarga qochib ketishni ko'nglimga pukkan." Ahmad Axunning qalblari titrab ketdi. "Bulvaqamning yig'izlari bilan qo'robning ko'shkini ko'rish uning bilan baravarg'u. Tehi har birimizga 5000 bun foyda qilishi uxlab tushimizdan yo'q edi", dedi seriq soqol yig'lamsirab. "Endi yurt jamoat, bolarimizdan oldiga yuzimiz yo'riq bordigan bo'ldik. Kuchalik Sa'dullohning men bir Xizrga yo'liqdim degini bekor emaskan." Kermaxon ko'zidagi yoshlarni surtdi. "Xudoyim, qiyinlarda oson, yiroqlarni yaqin, dushmanlarning yuzini so'rin qila. Xafa bo'lmasa, bola saygiyer." Seriq soqolmo enish-enicha g'udunishdi. "Men shu oldi kendini o'ylamayla gap qilib solgan eski huyim bor." Shu esnada doğru dermeklere sipilgen non bilan birlegen kavab kirdi. Ular qiyniq demlengen çay içkeş, rasa mazza qilib yeyishdi. 46 kundan beri geleden bir nima o'tmay, muh yetib, muh qo'pib, qag'jirib ketgan bu odamda mana bugun hammani unutgan holda bo'rilik bulab talab yeyishmoqda edi. Bu chaqda Qadirdan yana bir legan kavab ko'tirib kirdi. O'zi to'ysimi, ko'zi to'ymay yeyishayotgan oqsuluq qaqchila oxir gurt kekirib, shiradan qo'llarini tortishdi. Leganda ishib qolgan bir necha ziq kavab doğru dermekka milangan non parchalariga hech kimning qarg'usi kelmadi. Ammo ular o'zirinib qiziq choy ichishmoqda edi. Qadirdan qo'llarini tozliq qog'ozda pokiz surtgandan keyin topan haqqi deb olgan 5000 so'mni yanchiqidan elib shiraga qo'ydi va pulni sanab 2000 so'mdan 2 yerga ayirib, oxirgi 1000 so'mni ayirib qo'ydi. Boshqalar uningga hayron bo'lib qarashdi. "Akalar, 3 kundan beri urug' tuqqandek bo'lib qoldik", dedi Qadirdan tamkin holda. Shuning yuzidan bu 2000 dan 4000 so'm Kermaxon kam bilan Ahmad Axun kamga taalluq. Aslida bu seriq adashga bermaydigan edim. Biroq ozmaydigan odam yo'q. Shunga uningga 1000 so'm pul atadi. Qadirdan bo'yingan pullarni ularning qo'llariga tutqizib qo'yib, o'rnidan turdi-da. "Xo'sh, yurtga sog'-salomat berganlar" degunicha kavobxonadan chiqib ketdi. Qo'shchilar uning rahmatini aytishga ulgura olmadi. Ular bir-biriga qarab, bir hazar o'ltirganicha o'rnidan turdi. Kermaxon kavobxonaning xo'jayinini chaqirib, "Kavobning pulni to'lab o'tay" dedi. Xo'jayin boyi chiqib ketgan bola to'lavatdi deb javob berdi. Kermaxon, Ahmad Axun va seriq soqollar sirtga chiqib atrofga xilidek qargan bo'lsa-mu, bola saygi yerni topolmadi. Bu chaqda taksining orqa o'rindig'iga o'zini tashlab o'tirgan Qadirdan 120 ming so'mlik chekni yanchiqidan elib, xili uzun qarab ketdi-da, asta chevirladi. 15 ming ko'ngilni chiqarib 105 ming topan haqqi qopti. Bek oshko'z bo'lib ketdimi qandaq? Yo'q. O'lib elish, bolalarni tashlab qechib ketish qaroriga kelgan odamlarni qutqizib olish osonmi? Hatto qo'liga 7000 so'mdan pul tutqizish bu dehqon uchun oz pul emas-da. Sening qimmating iqtidoringda. Iqtidoring qimmat yaratishda. Bu kimning gapi? To'g'ri.
Yaqub hacının. O şandaq degan. To'g'ri. Bu 105 ming aql parasat, iqtidorning mevasi. Boshqalarni xo'sh qilish albatta jannat savobidir. Shunga qadrdonni Xizr deb atashdi-ku. 400 tonlik qoqning kilosini 1 so'm 20 tiyindan o'tkazib 105 ming payda olgan qadrdon insofsizlik qilganligidan vijdon azobiga qoldi bo'g'ay o'zini oqlab boqdi. Tasalli berdi. Shundaqdimi ichida bir yeri cho'g'i tushgandek etishib turdi. Do'stlik rayonida taksidan tushib qolgan qadrdon 105 ming so'mni Savdo sanoat bankasiga 1 yillik qaror bilan qo'yibdi. Biroq yanadagi 18 ming so'mlik chekdagi pulning hammasini oldi. O musofirlar mehmonxonasidagi yotqiga kirib, beridagi paypoqni yechdi. Uningda Yaqub hojim selib bergan 20 ming so'mdan naq 5 ming so'm qolgan edi. Qadrdon bu pulni yanchiqiga solib, bankadan ajratgan 18 ming so'mni paypoq ichiga aplik o'rlashtirib, beliga qayta bog'ladi. Ondan pastga tushib, yotoqning bundan keyingi 1 oylik haqqi uchun 1050 so'm to'lab, talonni so'mkasiga soldi. Kech bo'lishni taqatsizlik bilan kutgan qadrdon shu kuni kechqurun Xinjiang universiteti Oltin ochqush tarbiyalash markazidagi yangi o'qish hayotini boshladi. O ig'ir al yotqi vaqtida yotqi qaytib kelib, ertasi tushgacha o'rganganlarini hejilab topshiriq qildi. Ondan tushlik tamoqini O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasida yedi. O shu chog'da musofirlar mehmonxonasidagi qog'jirib ketgan bo'ytoqlarning havas ishtiyoqini qo'zg'ab, og'izdan sho'lgay eqitgan 14 yoshlik Zul'ayni ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Badon yuzlik, notrang chiroy, qo'ng'irg'u moyil cho'ng ko'zlari yalt-yult qilib, ko'ngil ko'llariga qarmoq tashlaydigan. G'onchi bo'y, badani nuqqada to'lgan bu qiz darvaqa g'ayrat jondoning deganidek ko'zlari yavatgidek nozliq pari edi. Qadrdon yerdan ustun qarmagan holda oshxonadan chiqib ketdi. O shu kuni vaqt o'tkazish uchun do'stlik magazindan yangi modlik yechil popaykadan birini oldi kechlangan ko'pni erib so'mkasiga soldi. Ondan ikki tarafi oshxona, navoiyxona, satrashxona, so'g'uq ichimlik, aroq sharoblar sotiladigan do'konlar. O'ttirsa kavobchi, zansichi, serqosh, yo'l yelimish harvallari. To'mirlik pokaylar bilan to'lgan uzun lampilik bozordan o'tdi. Yana ozroq menib, yerlik aholilar joylashgan mahallaga yetib keldi. O o'tgan kechganlardan ism Mehribon dadisi kavobchilik qiladi deb so'rab, Mehribonning uyini zodil topolmadi. Uchirg'anli odam bu mahallidagilarning hammasi degidek yaqin yurtlardan to'plangan kelgindilar. To'lisi kavobchi, zosichi, seriq osh sotadi. İsmini bilmasangiz topmoq tez deyishdi. Qadrdon shu kuni kechda o'quvga ketib, ertasi atganda Mehribonni izlab yana keldi. Lekin topolmay qaytib ketdi. Xat dedi yotqi qaytib kelgan Qadrdon. Bu qitim uchirtib qolsam, dadisining ismini so'rab bilib olmasam, taxabbilli berib uyini ko'rib olaman. Agar unimsa, orqasidan morab barma. Qadrdon tushlik tamoqqa chiqish uchun amdili o'rnidan turishi. Yotoqqa bir mahallik tanishlardan Yelimjon Avoq bilan Nurmat Pakar kirib keldi. Qadrdon ikkisini boshlab O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasiga keldi. Ular bo'lingdagi ustaldan o'rin elib turishi. Tamoq tizimligini ko'tirib kelgan Zul'ay Qadrdonga tikilib qarg'anicha Qishin nimanchi to'ng ham qara, ko'zi nima degan cho'q, qayrimli kirpiklarining uzunligi cho'tihi deganlarni ko'ngildan o'tkazdi. Nima deysizlar? So'radi Zul'ay kirpiklarini lappida tashlab. Yoki tizimlikka qarab bir nima deysizlar? Nima deysizlar og'inglar? Dedi Qadrdon qizga qarabmi qo'ymay. Qani da'va?
Qadrdon, lag'manli yesakchi. Elimjon Nurmatga qaradi. Sanchi Nurmat? Sizlar nima yesanglar, mana shu. Qadrdon Zulay ketib o'tib ichida pichirladi. Ajabmi chiroyli ismgina. Qadrdon Elimjon Avoq Nurmat Pakarla oshxona eshigidan chiqib ketayotganda peshtaxta ichida turgan Zulay ularning orqasidan qarg'inicha Qadrdon deb pichirladi. Ham nima uchundir 14 yoshlik yumron, g'uborsiz qizlik tenini issiq bir harorat, illiq bir eqin qizitivatdi. Zulayning teni ana shundoq jimirlayotganda 3 og'ayna yo'lning u tarafida ketyotdi. Anlasak, seni bağlı deydi, biroq uçurtamaymiz, dedi Helimjon Avoq. Nemişlarni qilyapti? Nemish qilyapti? Yoshlar binosidan mol evatsa, aplab-saplab setib pulni evatib berdi. Bo'lmasa, yeb-ichib, o'qib yuryaptimi? Voy, Rasul o'qiyapsan? So'rdi Nurmat Pakar hayron bo'lib. Qaysi maktabda o'qiyapsan? Şinjan Üniversiteti Altın Aşkış Terbiyeleş Merkezinde Hanzo tili o'rgatimi? Mundaq degan. Nima qildi? Nurmat yangiribdi so'radi. To'g'ri, Hanzocha o'rgangan kelib qopti-ku. Shoma gap bo'pti, dedi Helimjon. O'qiganning ziyni yo'q-ku. Ya deyman-a? Xotanda o'qiyotgan chog'larda Hanzochi desa, 5 kun ishlarga qochadigan niyatim-ku bu. Hozir men sayg'o'yan bo'lib qoldim degina adash. Qadrdon beshini eg'itib qo'ydi. Xotanning kelgan mollarni ba'zida Hanzo xo'jayinlarga setish to'g'ri keldi-ku. Bunday chog'larda nomusin o'ldirak bo'lgan kishi. Bu degina to'g'ri, dedi Helimjon. Til bilmaslikdan ziyon tortadigan, so'rib yenib ketadigan, boshqalar qoqti-so'q tiqib bo'zak topadigan ishlarni mo to'la ko'rdik. Odam kiyimni ko'zlasa, o'qis bo'ladi. Tushlik tomoqdan chiqib, dars takrorlagan Qadrdon kechga yaqin taksi bilan maktabiga ketdi. O, Nusrat muallimning yetakchiligida 2 soat xom so'zlarni ayrim ma'noda va birlashtirib jumla tuzishni o'rgandi. Ondan 1 soat so'zlashishni mashq qildi. Nusrat muallim, dedi bir kuni Qadrdon. Quruq mevchilarning ismlari, tür, darajalari, to'xtam tuzish tuzumlari, sonlarni qo'sh elish, bo'lish degandek mazmunlarni asos qilgan gaplarni o'rgatsangiz, nazariya, tadqiqot, muhokama, tasavvur degan narsalarni o'rgatib ekansiz. Men bu yerga olim bo'lgan ekanmigan? Oddiy tilganlikka. Qiziqkansiz. Muallim kulib aytdi. Siz nima ish qilasiz? Ben sayg'o'yan, qoqsudisi bilan shug'ullanaman. Mundaqda. Nusrat muallim o'ylanib qoldi. Lekin 6 oylik dars plani tuzilib bo'lgan bo'lsa, uni o'zgartirib bo'lmaydi. O'zgartirib bo'lmaydigan Xudoyim tuzib bergan setga emas-ku? Nima deydigansiz? Muallim tanlikda qoldi. Men tarbiyalash markazi bekitgan darsni o'taman. Uni sirtga chiqolmayman. Yakshanba dam elishda butun bir kun yotiqida Hanzo tili mashq qilgan Qadrdon dushanba kechda maktabga bordi. O 3 soatlik darsdan keyin muallimning o'rniga qo'ymay maktab oldidagi oshxonaga olib kirdi. Ular bir qochidan cho'chirni tarlab pishib ichib bo'lgandan keyin kavob yeyishdi. Meni ajab mehmon qilg'ingiz kelib qopti-ku, dedi Nusrat muallim sal hayron bo'lib. Lekin o'tgandek dars setkisini o'zgart degan bo'lsangiz, buning amali yo'qchimi? Dunyoda amal qilib bo'lmaydigan ish yo'q, dedi Qadrdon ishonch bilan. Agar qilmayli deb iroda bog'lasa, shaytonni eshak qilib bingili bo'ladi.
Ya Allah, o'zingiz kichik turib, demaydigan gapingiz yo'q-ku. Qara muallim. Mavo 10 ming so'm pulni sizga berdim. Qadrdon bir bo'laq beli bog'langan pulni uning oldiga adab bilan qo'ydi. Bo'ldi muallim. Men undaq sat olayman. O'zingiz hozirli meni kichik bol dedingiz. Bunda g'azabga qarsangiz, kichik bola chidayolmaydi, qo'rqidi. Yuragi osqib ketadi. Bu pulni menga nima qilib berasiz? Siz degan Hanzo tilining bir kamili. Bilmaydiganingiz yo'q. Qadrdonning chiroyidagi yevinishni ko'rgan muallim xijil bo'lib qoldi. Hozir islohot davri. Hamma narsa tovar tusini olgan. Shunga siz bilimingizni menga seting. Bundaq desam, bilimimni son setib o'tib, o'zingiz eshak boqamdan deb ochiqlab qolmaymi? Muallim kulib Siz sayg'iygan emas, aslida notiq bo'lishga munosib ekansiz. Muallim xilini pastga tushgan edi. Bo'ladi. Men siz uchun izlanib, o'zingizga muvofiq kelgan bir darslik tuzay. Bundaqda sinfga ikki xil tayyorlik bilan kirishim kerak. Ammo ma'lum pulingizni elib keting. Olmasangiz boshqa yerga yo'tkilib ketaman. Qadrdonning talabbuzi qattiq edi. Pulimni olmay turib, men uchun jafo cheksangiz, menga o'rgatgan bilimingiz xuddi birovning beshida kaltak tanlab turib, og'zidan chaynayotgan nunini tortib olgandek vijdon azobi qilma. Undan ko'ra, o'qimog'im tuzat. Ya Allah, men sizdek bolani ko'rmagan. Necha yosh kirdingiz? Yana 1 yil 8 oydan keyin 18 yoshga kiraman. Undaqda 16 yosh ekansizda. Xotirjamlik qalb oramining o'zi qilish. Shu kuni qadrdon huzurini puxladi. Atsi atigan musofirlar mehmonxonasi ochganida qiziq sut bilan noy yapla yotqida Hanzo tilini so'zlashni mashq qildi. Lekin bir xil so'zni takrorlaganda ahang har qatim qiyib oldingisi keyingisiga o'xshamaydi. Muallim bilan tang o'qiganda zapni to'g'ri ahangdir chiqayotgan so'zlar mana amdilikda birida o'ngga, birida so'lga, turibli pastga, birdamdili yuqoriga samdab hech nimaga o'xshamay qilyotdi. Qadrdon bir necha qatim kitob daftarini pirqirtib tashlayapti. U faqat to'g'ri talaffuz qilishni necha kun mashq qildi. Har kuni maktabdan kelibla shu kun o'rgangan so'z jumlalarni yodqidi kechib bir vaqtlargacha hejilaydi. Qadrdon g'azablanib, ochiqlab kitob daftarlarini pirqirtib tashlayotganlik bilan o'rganmoqchi bo'lgan narsalarning qo'rqib qolmaydiganligini, o'zidan oq bayroq chiqarib taslim bo'lmaydiganligini tushunib yetganda xijillikdan qizirib ketdi. O bir kuni talaffuz qilishni mashq qilib, tush bo'lib qolganini sezmayli qoldi. Qadrdon qo'shiqning birdilla kir qilganini anglab o'rnidan turib ketdi. Chunki uning qo'rsqi eshib ketgan edi. O o'rganish materiallarini yig'ishtirib qo'yib, ishni go'pli yopdi-da koridorga chiqdi. Qadrdon koridorda ketib o'tib, derizdan pastga qaragan edi. O'ylada kim bilandir paranglashayotgan G'ayrat jondoni ko'rib qoldi. G'ayratga! Qadrdon qo'lini pullantirib baqirdi. Birdan to'xtabdi, men hozirlik tushima. Qadrdon pastga tushib, G'ayrat jondonining qishiga kelishi. Undan go'pli qilib hara qiydi keldi. O'zimi dardangshib jim turolmaydi. G'ayratga ko'p kunizda mast bo'libsan-ku. Beyjingdan bir birodarim ketdi-ku, adash. Shuning bilan yotoqda azroq ichib qoldik. Boyi ko'rishib turgan taqirdoshmi? Shu. Uni sen aypanlash ko'mijimi? U degan boygujimi boy? Beyjingdan kelgan og'inangni oshxonaga boshlamay, yotoqda
Kuru qaraqqa zo'ruldingmi? O bek aldirash, ham onni so'rullaga o'sh. G'ayratga, abay gitar, yanaliqi xenan to'qusi degan og'inlarimni chaqir. Tush tamoq bilan mehmon qilay. Abay gitar bilan Aysa xananjar ikkisi ishkirga kirib ketdi. Qadrdan bir chaqda Helimjonning ular navbatlashib ishkirdan xirovin akiladi degan so'zlarini asliyu chandurmadi. Undoq bo'lsa G'ayratga, oshxonani o'zing tanla. Qimmat arzon deb o'tirmajmi? Vah, qaltisqsan. G'ayrat Qadrdonning do'lisiga qarshi bir navoti. Biroq uka, tushdan keyin bordigan yerim bor. Shunga jannatga kirli. Ular jannatning kichikgina xos xonasiga kirib, amdili o'tirishi. Zulay xuddi marib turgandek paydo bo'ldi. O shunchalik xushxuy ediki, tatliq qilib kulimsirganicha bir to'lgandi. Uning bu noz karashmillari go'zalligiga xoldek yarashdi. Nima esla? Zulay Qadrdonga valladi ko'z tashildi. Birdan bir tayyor qildirib berma. G'ayratga, sening nemiging bor? So'radi Qadrdon. O'xshash. Bo'ldilar. Dingding so'mandan 2 taxsi bo'lsin. Lazi sasinmi, sammisinmi? Zulay Qadrdonga qarab gap qilyotdi. Lazi bo'lmagan ash bo'lamdi xon qiz, dedi G'ayratjonda ko'zlarini qisqan holda. Ya, bu mehmonni deyman-a? Zulay Qadrdonga yana ko'z tashildi. Laziga mayli bormi, yo'qmi? Qizning ketkisi yo'qdek qiladi. Onu bunu so'rab turishi, xuddi daz ketgan toshdek xirqiroq bir ovoz uni cho'chitibdi. "Suli, ishini qila, yo'llanma." Alnı urug'i atlas ko'ylak ichida xuddi yo'nimig'in to'g'raqdek yo'g'on bir xotin sopseriq chiroyini purishtirib, putlarini karigan holda qarab turardi. Uning emak osti, namzillari, qopoqlari suv ko'tirib qolgandek lig'irlab turg'ashqa, yuzi xuddi pishib vaqtidan o'tib ketgan g'oz quvg'iniga o'xshaydi. Zulay amdikinicha chiqib ketdi. G'ayrat Qadrdonga engishib asta pichirladi. "O'smarxon degan jodi shu. Oshxonning xo'jayini. Dahshat azozuljima. Uning eri Alloh to'xti qo'rimichi. Ama Zaypani? Zaypani? Qadrdonning ko'zlari chekchaydi. Bu nima degan gap? Nim nim ayol. Yani uqamidi. Hey divan. Shuning bu aqlim yetmadimi? Ba'zida ba'zida ayol degan gap. Voy Xudoyim, mundaqmi ishlar borkina? G'ayratjonda O'smarxon va uning eri haqida so'zlab berayotganda O'smarxon qizi Zulayga qiyrichi yinch tegib nashtarini tiqiyotdi. Bu ersiz qolgan elak bir nima bilan qimishib o'ltirmay qoldingmi? Yo'q, ana tomoq tizimligini so'rgan edi. Opurib berdim shu. Men ko'rmagan bo'lsam qashki. Ballarimni to'lg'ab, sag'irlarimni chiniqib, qosh ko'zlarimni o'ynatib, meni shuncha g'ijillab ketdim, u qanjoq. Zulay olqonlarda yuzini qamonlig'icha ishkarki oshxona uyga kirib ketdi. "Ko'rgansa?" dedi G'ayratjonda Qadrdonga. "Ana shundoq yo'lsiz besham xotini." Zulay yenimizga kelib, 2 og'iz paranglashganga qara, qilayotgan o'ktamligini. Eri Alloh to'xtanimi? Qo'lining qisınchig'i g'umamaydi. Ko'ziga ko'rsatib turib, Mehmon Kozim bilan o'ynaydi.
Menjon degan nima u? Xemir yo'g'irib, lag'man tatadigancha. Yeri gap qilmamda? Yeri Alloh to'xtimi? Kazim panoh bilan o'ynaydigan tursa. Nima deyapsan ey g'ayratga? Odamning aqli siqida gap qila? Bu jahonda bag'o qara. Odamning aqliga sig'maydigan nima ishlar bor taqa. G'ayrat tamoq yegash gap qilmoqda edi. Bu xotinning cho'ng qizi Axtar Nisa Guangzhouda cho'ng ovqat qiladi. O'g'li Asad arvoh bo'lsa, onasi, dadisi, ochisi topganni chekib tugutadi. Tamoq shirasiga jaynaklab, og'zi besiqmay gap qilayotgan g'ayratchangda o'shini yo'qitib qo'ygudek mas bo'lmasimi? Qilishga tegishli bo'lmagan gaplarni aroqning kuchi bilan qilayotdi. Qadrdan ko'nglida agar u sog' bo'lsa, mo'shi gaplarni qilarmidi deb o'yladi. Shunga uni og'ziga kelgan gaplarni ayab o'ltirmay so'radi. G'ayratga cho'ng ovqat degani xiron setishmi? G'ayrat barmoqini kalpukiga qo'ydi. Osti gap qil. O'smarxon anglab qolsa, ishton ko'ngligini sep chiqadimi? Nimish qandi? Qizi Guangjidan avatgan molni mushu oshxonadan taqtidi. G'ayrat oshxonaga qarab vaqiradi. Hey! Oshni yakitinglar. Shuncha oshxonada xiron haqida gap qilib qo'ymaydi. Seni og'zingni cheng deb tavaman juma. Agar biror yerda og'zingdan chiqib ketsa, o'zingni ortib qo'yma. Xotirjam bo'la. Bundoq ishlarga kelganda mening og'zim ochqil bo'lmaydigan datlashmas qulub. Happalle. Mushundoq yerlaring deb orlashamanda. Bo'lmasa, neni so'ltin ortatanmaydigan hech qizlarni po'shlayman. Bu orliqda Ta'tur Ustixon mo'rinlari kang, gavdalik, yuz bo'yinlarini yangi qip-qizil donxo'rak qopatmalar qoplagan 35 yoshli o'pchersidagi misrang chiroy bir odam opqur chinida osh suv ilib keldi. Voy, osh suv deb baqirsa kim debdimi? G'ayratchankan emasmi? dedi osh suv akagan qo'pol desa. Shu vaqtida oshxonada xaridor ko'p. Hammamiz xuddi ikki qo'shiqda oshigidek aldirash bo'lib ketamiz. Xaridormi qarang Kazinka. Tamoqi yaxshi oshxonaga oqidi. Shunaqa emasmi? Rastaysiz g'ayratcha. Qo'pol jism ketib qoldi. Qadrdan g'ayratga qaradi. G'ayrat yenini ketgan donixo'rak ishkarga tamoq rasaydigan oshxonaga kirib ketkicha tikilib turdi. O'smarxon bilan Alloh to'xtining kaltakchisi Kazim degan shu. Qadrdan g'ayrat bilan tamoq yegash jannatning xelili inchki hikoyalarini quvaldi. Biroq uning zo'l oyog'i ich og'rib qoldi. Bu chiroyli, noz karashmilik kichikgina qiz xuddi qog'i quzg'un, bo'ri sirtlanlarning qo'rshovida qolgan kiyik qo'zsig'ili o'xshab qolgan edi. Beliqut shirkatida ovozlanib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.